Oxunjon hamma qo'shiqchi ham birdaniga qo'shiqchi bo'lib keta olmaydi. Unga nimadir turtki bo'ladi, kimdir sababchi bo'ladi. Yoki kimnidir qo'shiqlarga ergashib mana shu sahnaga chiqadi. Sizda bu holat qanday kechgan? Mana o'sha yoshlik paytlarimizda shu onam juda ham ustoz san'atkorlar televizorlarda chiqqanlarini ko'rib juda ham bir havas qilgan ekanlar. O'g'lim shu qo'shiqchi bo'lsa, xalqimizga xizmat qilsa, yaxshi qo'shiqchi bo'lsa deb orzu qilgan ekanlar. Bir tomoni mana o'sha yoshligimdan ko'p turtki bo'lgan onam sababchi bo'lganlar. Shu qo'shiqchi bo'lishimga muzika maktablariga berib, rubob olib berib, keyin qolaversa o'sha paytlarda haqiqatan ham o'zimiz darovda o'zimizning qo'shiqlarimiz bo'lmagan, ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini radiodan, televizordan, magnitofonlardan eshitib, o'rganib, maktablarda, o'sha maktabimizda ansambllarida, qolaversa keyin maktabni bitirib, o'zimiz rayonimizda ansamblida, institutni bitirganimizda yerda ustozlardan ko'p ta'limlar olganmiz. Ular sababchi bo'lgan, muzika maktabidagi o'qituvchilarimiz sababchi bo'lgan. Keyin unda filarmoniya degan bo'lardi. O'sha filarmoniyada ishlab yurib, katta haqiqiy sahnalarga chiqib, o'sha maktabni bitirilgandan keyin o'zimizni keyin birinchi qo'shiqlarimiz o'sha Sen izlab nasibam, Sinfdosh qizim, O'zbekistonim degan qo'shiqlarimiz o'shanda birinchi o'zimizning ijodlar boshlangan. Mana Xudoga shukr, mendan ham ko'ra shu onamning orzusi bo'lgan. O'sha paytlarda baribir maktabni bitirib qo'shiqchi bo'lganingizdan keyin o'zbek xalqimizning to'ylari bor. Bu yerga to'ylarga chaqirib bizni olib ketishsa xizmat qildirish uchun onam xafa bo'lardilar. Men seni to'yda aytadigan ashulachi bo'lgin demoqchi emas edim. Televizorlarda chiqadigan katta artist bo'lgin deb o'ylardim deb xafa bo'lishardi. Mana Xudoga shukr, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvon berildi. Mendan ham ko'ra onam juda ham ko'p xursand bo'ldilar, ko'p duo qildilar. Haqiqatda shu onamizni hayotliklarida orzulari amalga oshganidan o'zim ham juda xursand bo'ldim.